Do'stlar, 97 ming dollarga Narimonda ushbu katta 5 sotilik xonadonimiz bugun sotuvda. Bu joyimiz Qirg'iziston o'shari Narimonga kirar ekan. Ya'ni bu joy haligi har tomonlama yaqin ekan. Bu yoqdan Qashqar qishloqdan ham yaqin ekan. Parses tomondan kelsanglar ham bo'laverar ekan. Bu yog'imiz Narimon, aynan Narimonda o'zidan kelsanglar ham bo'laverar ekan va biz kelgan yo'limiz biz Qorasuv yo'lidan keldik. Qashqar qishloqqa burilib kirganinglarda ozgina yurishinglarga chap qo'ldagi ko'cha. Suv svetlari bor. Ushbu xonadonimiz bugun sotuvda. Mana bu yerda qancha ham bir necha tonnalik ham suv saqlaydigan idish qilib qo'yibdi. Bir emas, ikkita ekan. Bittasi do'stlarim, mana bunisi misol kanalizatsiya bo'lsa, nariginisi suv ekan. Endi kelib ko'rib olasizlar va kelinglarchi bir qator ko'rib olaylik. Bismillah. Bu yopiq robotxonamiz. Do'stlar, ammo bu pulga juda ham redki uchraydigan uylar. Chunki ancha arzon chiqaryapti, zudlik bilan dedi. Xullas, kirganimizda ro'paramizda juda ham chiroyli mevali daraxtlari bor. Shoptoli deysizlarmi, anor deysizlarmi, anjir deysizlarmi? Kelinglar, birinchi bu chap qo'limizdan boshlaylik. Bu chap qo'limizda o'zini podvoli ham bor ekan. Bu xonamizni podvollari bor ekan. Bu yerdan chiqqanimizda bittagina xonamiz, ya'ni mana bu koridori bilan mana bu yerda bitta xonamiz bor ekan. Alohida ekan, zo'r ekan do'stlar, mana robotdan kirganda chap qo'lda. Buni o'zini chiroyli ikkita romlari bor. Bismillah. Endi paynot ko'ryapsizlar kattaligini do'stlar. O'shim dahshat. Bismillah, kelinglar. Katyollar ham yo'q bor ekan. Xudoga tayyorlab qo'yishgan ekan. Ataplikni hamma xonaga qilib qo'yishgan ekan. Yaxshi, zo'r ekan do'stlar. Kirganimizda shunday chiroyli panoramli bir romlar bilan shunaqa chiroyli bir manzara, ya'ni koridorchamiz, holchamiz bor ekan. Har bittasida ataplikni qo'yilgan. Maşallah. Endi leshniyadan chiqqanimizda o'ng qo'limizda bitta kuxnyamiz joylashgan. Mana do'stlar, bu kuxnyamiz uchun joy so'rchasi bor. Xolasizlar olib turib, bu yoqqa stolsiz zamonaviy qilib qo'yinglar. Mana bu yoqqa kuxnylar qo'yib qolgan bo'lsanglar, bu tayyor bitta kuxnyamiz. Buni oldin aka shu yerdan bitta berib qo'yasiz. Bu ya'ni spalniyamiz bo'lyapti hozirgi kunda. Bitta mana shu xonamizni faqat shunaqa qilib bitkizib qo'yishgan ekan. Do'stlar, bir, ikkita xonani ko'rdik. Bu 3-xonamiz bo'lyapti. Bu xonamizni ham shu vaqtinchalik yashab turish uchun remont qilingan ekan. 3-xonamiz. Bu esa 4-xonamiz bo'lyapti. Suvoq holatda. Domlarda aytamiz-ku, korobka holat deb. Bu yana bitta xonamiz bo'lyapti. Bu xonamizni berib qo'yasiz. 1, 2, 3, 4, 5-xona bo'lyapti ekan do'stlar bu. Ataplinamizni, ya'ni bunday aytganda yuragi deb qo'yamiz-ku. Kelinglar. Bu yerda ya'ni ikkita xonalik baynamiz joylashgan ekan. Katyoli bor ekan. Bu yerda misol alinaqa yuvinadigan boshqa va bu baynamiz o'zini ham alohida eshigi bor ekan va mana bu yerdan ham sanimizga chiqsanglar bo'ladigan eshigimiz bor. Bu yerda mana sanimizga chiqib qoldi, burchakkalar bosilgan. Mana. Endi uyimizning yonbosh tomonida hali boyasizlar ko'rsatgan ataplinamizni yuragi shu yerda ekan. Ya'ni katyolimiz. Uyimizning yonboshlarini ham bir qator ko'rsatib qo'yaylik. Bu pulga bilmayman, voshe bu arzon qo'yapman deb o'ylayman. Mana bu yerda qo'shni tomonga darchamiz ham bor ekan. Uy ama qo'shni ol degan gap so'zlar bor bizda. Qo'shnilarimiz inshaalloh yaxshiligi uchun mana darchalar qo'yib qo'yishgan ekan, mashalloh. Hammalarga nasib qilsin. Mana Ismoilov Isroiljon ko'chasi 58-xonadon, 5 sotik, svet, kanalizatsiya, mesni, puli 97 ming dollar deyildi. Kami bor ekan. Nomerlarimizni yozinglar. 0556 bilan 3 0 909. Qaytaraman, 0556 bilan 3 0 909. Do'stlar, kelib biz reklamani qilib beradigan odammiz. Reklamani chiroq sizlarga ko'rsatib beramiz. O'zingizlar kelib, dokumentlarini o'zingizlar bir qator yuridikka tekshirtiringlar. Hamma yo'g'i zo'r, toza chiqadigan bo'lsa, do'stlarim, tezroq olib yashab qoladigan xonadon ekan.